Bazaviy kostyumni biz hammamiz birdek yaxshi ko'ramiz. Mana shu bazaviy kostyumni 4 faslda birdek qalin va yubka matolarda ham bemalol tikib olishingiz mumkin. Biz mana shu bazaviy kostyumni bugun siz bilan to'liq o'rganamiz. Bu kostyumimiz ikkita detaldan iborat. Yuqori qismi tunika shaklida, pastki qismi keng palatsa shimidan iborat. Birinchi bo'lib yuqori oldi qismini chizib olamiz. Ko'rsatib o'tgan raqamlarim bo'yicha siz ham xuddi shunday qilib chizsangiz 46-48 razmerga to'g'ri keladi. Demak, biz tunika yoki koftichka shaklida ham bemalol tiksak bo'ladi. Bu ko'rsatib o'tayotgan razmerlarni siz bemalol kattalashtirib olsangiz ham bo'ladi. Men buni to'liq videosini YouTube va TikTok kanallariga joylashtirganman. Aynan tunika va palatsa shimimizni qancha razmergacha kattaytirishingiz mumkinligini professional darajada tushuntirib o'tganman. Siz bemalol mana shu videoni to'liq shaklini TikTok va YouTube kanallarimizga o'tib, yana ham to'liqroq tushunib olishingiz mumkin. Bu eng aktual bo'lgan kostyum hisoblanadi. Siz bu berib borilgan andozalar bo'yicha bu kostyumni tayyorlab tikib, garderobingizda yana bitta kostyumni o'zingizga tayyorlab olasiz. Bu kostyumni siz jaket, palto, abaya, nakidkalar bilan kiysangiz juda ham bejirim look tayyor bo'ladi. Telegram va Instagramda parallel 7-mart kuni bo'lib o'tadigan jonlik efirimizni o'tkazib yubormaysiz. Efir vaqtida katta chegirmadan onlayn darsliklarimizga qo'shilib olishingiz mumkin. Mariamsga obuna bo'lib, yaqin do'stlaringizga videoni yuborib qo'yishni unutmang. Albatta, izohlarda fikringizni qoldiring. Mutlaqo bepul darsliklarimizga qo'shilib, bu darslikni ham to'liq ko'rishni xohlasangiz, albatta plyus qoldiring. Telegram kanal orqali ulanib olishingiz mumkin.